Assalomu alaykum. O'zbekiston telekanalida Oydin hayot live dasturi yana efirda. Eslatib o'taman, bugun 12-mart, haftaning chorshanbasi. Assalomu alaykum yaxshilar. Shuhrat qarang, yana gapirasiz deb xayolim boshqa joyga ketdi. Qayerga ketdi bilasizmi? Do'st bilan obod uying gar bo'lsa ul vayrona ham deyshadi. Bugun dasturimizni ilk mehmoni eng qadrdon do'stlarimizdan Ozoda Qodirova bo'ladilar va biz ular bilan bugun bahoriy mavsumga kiyimlar haqida suhbatlashamiz. Juda ham yaxshi bo'ladi. Keling, vaqtdan unumli foydalanamiz va suhbatga ularni chorlaymiz. Assalomu alaykum. Ozoda opa, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizni sog'lik salomatlikda mana shunday go'zal ko'rinishda yana dasturimizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz va sizga albatta homiylik uchun alohida minnatdorlik bildirib qo'ymoqchiman shaxsan o'zim. Xush kelibsiz. Ro'za Ramazon oylari muborak bo'lsin, bahor bayrami muborak bo'lsin. 8-mart o'tib ketdi, endi kech bo'lsa-da qabul qilasiz. Qabul qilaman, rahmat. Va Ozoda opa, mana bahor kirib keldi. Bahorni o'ziga xos bir xususiyatlaridan biri bahorda bayramlar juda ham ko'p va biz ayollar albatta bahorga mos tarzda kiyinishni xohlaymiz, o'zimizga a'lo kayfiyat baxsh etishni xohlaymiz va sizni bugun bu yilgi bahor mavsumida qanday kiyinishimiz kerak, nimalar urfga chiqyapti, mana shu savollarimizga fasl avvalida javob berishingiz uchun taklif qildik. Marhamat, sizga. Eng asosiysi qulay bo'lsin, chiroyli bo'lsin, arzon bo'lsin. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum. O'zbegimni go'zal malikalari, o'zbegimni go'zal ayollari, go'zal emas ayoli o'zi yo'q. Har doim men aytaman, har bitta ayol go'zal. Faqatgina ayollar o'zini go'zalligini ko'rsata bilishi kerak. Ya'ni uni chiroyli qilib prezentatsiya qilib berishlari kerak. Derazamning oldida bir tup o'rik oppoq bo'lib gulladi. Demak, oppoq bo'lib gullagandan keyin shu o'rikning rangi qanaqa, gulining rangi qanaqa, bahoriy ranglar qanaqa, kiyadigan liboslarimizni hammasini shu bahor ranglaridan, tabiatdan olishimiz kerak. Xuddi meni bugungi ko'ylagimga o'xshagan, shunaqami? Shu hamma ranglarni qanaqa qilib uyg'unlantirishga juda ko'pchilik qiynaladi. Men har doim aytaman, bahor faqat bahor emas, umuman tabiat ranglaridan, tabiat o'zi, Alloh o'zi hamma ranglarni bir-biriga chiroyli qilib uyg'unlashtirib qo'ygan. Ana shu ranglardan olveringlar. Ko'pincha yashil kiyim bersam ayollarga, qizil tufli kiyinglar desam, "Voh, qanaqa bo'lar ekan" deyshadi. Har bitta gul qizil. Lekin uni bagi yashil. Demak, qizil bilan yashil juda chiroyli uyg'unlashadi. Sariq bilan yashil ham juda yaxshi uyg'unlashadi. Ya'ni jigar rangi olsak, jigar rang yer rangi bo'lgandan keyin jigar rangi juda ko'p ranglarni bir-biriga uyg'unlashtirsak bo'ladi. Endi asosan ko'pchilik ayollar garderobini ochadi, "Voy, nima kiysamikin? Yana kishki kiyimim yo'q" degan narsa har bitta ayolni xayolidan o'tadi. Albatta. Nima uchun? Chunki buni kiyganman, buni kiyganman. Lekin shu kiyimlarni bir-biri bilan qo'shib, uyg'unlashtirib, stilizatsiya qilishni o'rganishimiz kerak. Ana uni o'rganib olishsa, sotuvchilarga nima ish qoladi, Ozoda opa? Yo'q, endi mana bunaqa narsada go'da bo'ladi, sizni yubka bo'ladi. Yubkaga kofta olish kerak bo'ladi. Koftani bitta yubkani o'ziga chiroyli 5-6 xil kofta olsak bo'ladi. Mana misol uchun, mana bitta kofta, bitta koftani, bitta yubka, bitta yubkaga mana bu kofta bilan ham uyg'unlashtirsak bo'ladi. Bu mana bu rang bilan ham stilizatsiya qildik. Bu ham juda ham chiroyli turibdi. Mana yana sariq rang bilan ham juda ham chiroyli kelishdi. Uchalovi 3 xil ko'rinish, 3 xil obraz bo'ldi. Bitta bazaviy kiyim olish kerak. Bitta bazaviy, bitta yubkani o'ziga. Endi mana bu yerda olsak, mana bu yerda oq shim. Oq shimimizga mana bunaqa qilib oq kofta ham nimcha bilan uyg'unlashtirdik. Endi bitta bu shim bilan emas, ko'pchilik ayollarimizda jinsiy shimlari juda ko'p, ko'pchilik ayol juda yaxshi ko'radi. Mana jinsiy shim bilan ham mana bunaqa qilib uyg'unlashtirib, buni ham birga kiysa bo'ladi. Bu har bitta ayolni o'zini endi fantaziyasiga bog'liq. Men bitta mana shimimizni, bu shimga bu bluzkani kiysak bo'ladi. Endi buni yanada go'zalroq qilishimiz uchun mana bu jaketni, mana bu bluzkaga rangida ozgina binafsha rangi bor. Shu rang bilan yana buni uyg'unlashtirsak ham yanada go'zal bo'ladi. Endi hozir ertalab ozgina salqin, hamma ayollar eniga jaket kiyishni yaxshi ko'radi.
peshinda kun isib ketyapti. Shuning uchun jaketlarni yechishimiz mumkin. Mana hozir men bitta bu yubka bilan anaqani oldik, koftani oldik. Buni ustiga mana bundoq qilib ertalab yengil shunaqa mana kasuha bilan birga kiyib ketsak ham bo'ladi. Keyin uni kunduz kuni isib ketgandan keyin yetsak bo'ladi. Endi ko'pchilik ayollarimiz ofisga albatta ba'zi bir kiyim bo'lishi kerak. Endi kechqurun qanaqadir tadbirlar bor. Demak, u tadbirga bironta bir har doim uyga borib kiyinib ketishga sharoit bo'lmaydi. Lekin ishga dress code ofisda borish kerak. Uni jaketini yechib Endi bayramona bo'ldi. Mana endi Mehmonga borsa bo'lishi bayramona bo'ldi. Endi mana barmoqxonni eynalaridek ko'ylaklarni ustiga misol uchun mana bitta anaqa jaket bersak. Sal endi razmeri kattaroq. Navro'zoy bo'ldi. Navro'zoy undan avval bahor oyi edi. Endi Navro'zoy bo'ldi. Haqiqatdan Qani juda ham bemalol kiysa bo'ladi buni ham. Endi bunga agar kulrang jaket bo'ladigan bo'lsa, u undan-da go'zal bo'lib, undan-da chiroyli bo'ladi. Endi mana bu shimli kostyumimiz. Buni ichidan bluzkani shu rangiga moslab olganmiz. Buni ichidan bir xil rangdagi, yo qora kiyishimiz mumkin, yo qizil kiysa ham bo'ladi. Qizil bilan sariq ham juda ham yaxshi kelishadi. Ayniqsa yashil rang juda ham kelishadi. Demak, faqat hammasi o'zimizga bog'liq. Kiyimni qanaqa qilib o'zgartiramiz, qanaqa qilib o'zimizni prezentatsiyamizni chiroyli qilib bersak bo'ldi. Tushunarli. Ozoda opa, qarang, hozir meni ustimga bergan jaketingizni ham, o'zingizni eningizdagi jaketni ham yaltiroq bir o'ziga xos fakturasi bor. Demak, biz shunaqa xulosa qilsak bo'ladimi bu yil? Bu yil juda ham ozgina yaltiroq, ya'ni shakar septi degan material bo'lardi. O'sha shakar septiga o'xshagan materiallar juda ham urfda. Chunki mana bahor bayramlari uchun har qanday to'ylarimiz bor, kechqurungi tadbirlarimiz bor. Ozginagina, bachkana yaltiroq emas, ozginagina yaltiroq berilgan bo'lsa, uni bemalol kiysanglar bo'ladi. Endi mana shunaqa yaltiroq kiyimlarni kundalik hayotda, masalan, ishxonaga yoki ofislarga kiyishga qanaqa? Yo'q, men unga qarshiman. Bular kechki liboslar, kechki tadbirlarga kiyiladigan, to'y, tug'ilgan kun, har kuni teatrlarga borsangiz bo'ladi, konsertlarga borib kiysangiz bo'ladi. Lekin ishxonada umuman to'g'ri kelmaydi. Ayniqsa dress code qabul qilingan ishxonalarda umuman mumkin emas. Yana bitta narsa bor, mana shunday kiyimlar kasb ham tanlashadi Ozoda opa. Albatta, albatta. San'atkorlar uchun, sahna uchun ayniqsa, endi sahnaga ko'proq yaltiroqni xohlashadi, chunki sahnada hali chiroyli tushgandan keyin ko'proq yaltirab, ko'proq chiroyli bo'lib ko'rinadi. Lekin kundalik hayotga emas. Sahna ko'taradi bu narsa. Sahna ko'taradi. Bu savolni bekorga berganim yo'q. Shaxsan o'zim ham Ozoda Qodirovadan shu maslahat olgan paytimda yonimda boshqa kasb egalari ham birgalikda kiyim tanlashayotgan bo'ladi. Shunda Ozoda opa, o'qituvchi ekansiz yoki kasbingiz nima? Men shifokorman yoki men deputatman yoki uy bekasiman desa, shunga qarab o'zlari kiyim tanlab beradilar. Shunda o'ylagandim, ha, demak, kasbga qarab ham albatta kiyim tanlashni yaxshi bilishimiz kerak. Ozoda yana ayollar bor-ku, bitta narsa yopishib olgandan keyin bo'ldi, mana shu meniki, bundan boshqa narsa umuman yarashmaydi deydi. Ha, to'g'ri. Ularga noto'g'ri. U noto'g'ri. Men har doim hammaga aytaman, do'konga borasizmi, yo atelyega borasizmi, boshqa yoqqa borasizmi, odam o'zi bilan har xil tajriba qilib ko'rish kerak. Har xil kiyimlarni kiyib ko'rish kerak. Kiyganiga baribir pul olinmaydi-yu, to'g'rimi? Yo'q, bu meni stilim emas degan narsa bironta bir ayolga to'g'ri kelmaydi. Chunki u ayolga boshqa stil ham yarashadi. Boshqa kiyimlar, boshqa ranglar ham, boshqa modellar ham yarashadi. Faqat hali siz aytganingizdek, bir xil kiyimga yopishib olish kerak emas hech qachon. Tushunarli. Yana qora ranglar xususida so'ramoqchiman, Ozoda opa. Endi ortiqcha vazni bo'lsa yoki o'zini o'sha tanasini istamagan joylarini bekitishni xohlovchilar ko'proq qora ranglarga murojaat. Bu noto'g'ri. Qora kiygani bilan o'zidan 1 kilo, 2 kilo
tosh chiqib ketmaydi. Hop. U qoladi. Faqat fasonni, modelni to'g'ri tanlash kerak. U qora kiygani bilan ko'pchilik ayollar, ayniqsa to'la ayollar strech materiallarni yaxshi ko'rishadi. Mani yopishtirib, u battar hamma yoqlarni aksincha qaynab chiqqan joylarni ko'proq ko'rsatadi. Uni e'tiborga berishmaydi, bo'ldi qora rang mani ixcham qiladi deb. Yo'q, u bekor gap. Men unga qo'shilmayman. Bo'lmasam tavsiya berib o'ting. Oriq ayol qizlarimizga qanaqa rang ko'proq yarashadi yoki qanaqa stil deyiladi yoki bo'lmasa o'sha sal to'lachadan kelgan ayollarga qanaqa rang, qanaqa stilda Hozir kiygan ma'qul to'la yani. kelgan ayollar ko'pi oversize kiysa, oversize kiyimlarni kiysa, ular juda ham katta qilib ko'rsatadi. yo'q. To'laligini ko'rsatmaydi. Aksincha, Shuhrat. Aksincha to'laligini ko'rsatmaydi. Endi nozik ayollar nima kiysa ham yarashadi. Ularga ko'proq keng eteklar, u yoqda har xil balandlar, ko'proq har xil rushalar bilan kiyilgan kiyimlar ozg'in ayollarni yana ozgina sal to'laroq qilib etlariga et qo'shgandek ko'rsatadi. Vaholanki ko'pincha ozg'in ayollar ko'proq yana tor kiyishni xohlashadi. Men aytaman, yo'q, sahal o'zinglar bo'sh hali bo'sh kiyiladigan kiyimlardan kiysanglar, sizlarni yana sahal ozgina et qo'shilgandek bo'lib ko'rsatadi deyman. Ya'ni aytmoqchisizki, yoshimizdan qat'iy nazar yoki o'sha tanamizni vazni qanday bo'lishidan qat'iy nazar ayollar yorqin ranglardan qo'rqmasligimiz kerak. Yo'q, hech qachon. Ko'proq yorqin ranglarga murojaat qilishimiz kerak, chunki Ozoda opa, siz mana kiyimlar bo'yicha mutaxassis sifatida fikrimga qo'shilsangiz kerak. Ayniqsa biz ayollarni, bizni ko'rgan erkaklarni ham yorqin ranglar kayfiyatimizni ko'taradi. Albatta, albatta siz qayerga borsangiz, qora kiyim kiyib borgan ayoldan hech kim yaxshi energetika olmaydi. Yorqin kiyim kiyib borgan ayoldan juda chiroyli energetika keladi. U odamga qarab hammani kayfiyati ko'tariladi. Yorqin kiyim kiygandan keyin. Men o'zim qora rangga juda ham qarshiman har doim. Ko'pincha ayollarga qora kiyim tavsiya ham qilmayman. Endi ba'zi bir paytlarda kerak bo'ladi, hali dress kod talab qilingan joylarda, keyin strogi nimada qat'iy ishlaydigan ayollarga talab bo'ladi, demak u yerda kiyish kerak. Ayollar qizil rangi necha yoshgacha kiygani yaxshi deb o'ylaysiz? 100 yoshga kirganda 100 yoshga bo'ladi. U rang yosh tanlanmaydi. Kerakligiga yarashsa bo'ldi. Bachkana qilib kiymasdan qanaqa qilib o'ziga yarashganini kiyish kerak. Chunki men rahmatli qaynonamlar bir 75 yoshlarda mayda juguttaroq atlas olib kelib, bolam mana shuni tikib berayman deganlar-da. Men voy deb qolganman-da. Keyin qanaqa qilib siz 75 yoshda mayda juguttaroq atlas endi shunaqa yorqin xalis etgan. Bolam, biz nari tarafga yaqinlashib qoldik. Shuning uchun hozir yorqinroq kiyim kiyishimiz kerak. Qorong'ilikka yetib boramiz deganlar. Shuning uchun ayollarga men tavsiya qilardimki, yorqin kiyimlarni kiyinglar. Sizlarda yaxshi energetika kelsin. Sizga qaragan har bitta inson sizga qarab quvonsin. Kiygan kiyimingizga qarab kayfiyati ko'tarilsin. Kun bo'yi sizni yorqin kiygan kiyimingizni ko'rib, o'zi ham yorqin bo'lib ketsin. Mana shu. Endi hozirda bu yerga siz aksessuarlar olib kelmagan ekansiz. Aksessuarlarni ham o'ziga yarasha o'rni bor. Albatta, endi har bitta kiyimni ozgina bo'rttirib ko'rsatish uchun aksessuar bo'lsa, u har bitta ayol uchun plus bo'ladi. Lekin aksessuarlar ham bachkana bo'lishi kerak emas, ortiqcha bo'lishi kerak emas. Me'yorida bo'lishi kerak. Hamma narsa me'yorida bo'lgani yaxshi. Mana hozir sizni ko'ksingizda turgan atirgul juda ham hajm jihatdan ham o'sha nima deydi, formasi jihatdan ham juda ham yarashib turibdi-da. Bahorni o'zida ta'kidlab turibdi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, Ozoda opa, ayol kishini kayfiyati uydagi hattoki jonsiz narsalarga ham, suvaraklarga ham ta'sir qiladi deyshadi. Albatta. Shuning uchun men ayollarni har bitta sotib olayotgan kiyimini oldindan o'ylab, buni qayerga kiyaman, faqat bitta to'yga kiyaman, keyin garderobda osilib turib, har qirgan voy, men shuncha pul to'lovdim degan narsalarni olmanglar deyman. O'zim ham taklif qilmayman. Siz shunday narsa oling, bitta bugun kiymang. U sizga juda ko'p mahal xizmatda bo'lsin. Keyin sifatli kiyim olsangiz, uni bitta yuvganingizdan keyin oxirligi to'kilmaydigan kiyim oling, chunki uni uzoq davomli maza qilib kiyasiz deyman. To'g'ri aytasiz.
olasiz va yuqorida sizni tavsiyalaringizga amal qilib, masalan, rang tanlashda yoki o'sha bazaviy kiyimlarni tanlashda adashmasak, ularni yana boshqa kiyimlar bilan uyg'unlashtirib, yana uzoq yillar xizmat qilishi mumkin. Ayniqsa, yuqori sifatli tabiiy matolardan bo'lgan kiyimlar bizga uzoq yillar xizmat qilib beradi. Hozirda siz o'zingizni do'koningizga olib keladigan kiyimlaringizni asosan hammasini o'zingiz tanlaysiz, a? Albatta o'zim tanlayman. O'zim tanlab yoki ayollarni oldin fikrini o'rganib keyin. Yo'q, oldin chunki ayollarning talabini har doim o'rganib boraman. Chunki har bitta ayolga men kiyim sizga yarashadimi, yo'qmi, endi bu nimalardan berib yuborishim mumkin ijtimoiy tarmoqlarda. Lekin ularning fikrini olgunimcha men u yerda u kiyim tomon bo'lib qolishi mumkin-da. Shuning uchun o'zim oldindan ayollarning talablarini, takliflarini o'rganib, keyin o'shanga qarab, keyin urf nima, qaysi kiyimlar urf bo'ladi, albatta yil ranglarini o'rganib, keyin o'shalarga qarab tanlayman. Endi bu sohada 30 yildan beri ishlab juda ham ayniqsa xaridor ayollarni, go'zal malikalarni har bitta taklifiga quloq solishni yaxshi ko'raman. Ozoda opa, o'zi siz insonlarni yaxshi ko'rasiz, ayollarni juda ham yaxshi ko'rasiz. Va shuning uchun ham balki o'zingizga ravo ko'rganingizni sizni huzuringizga maslahat so'rab kelganlar bilan o'rtoqlasha olasiz. Nima ham deymiz, yurtimizda siz kabi oqila, go'zal, yashashni sevadigan, hayotni sevadigan ayollarimiz, opajonlarimiz ko'p bo'lsinki, biz sizdan ko'rib ibrat olib, kiyim borasida ham o'zbek ayollarini didi qanchalik yuqori ekanligini ko'rsatib beraveramiz. Rahmat. Yuqori bahoylar uchun rahmat. Men taklif qilganingiz uchun boshim juda ham osmonga yetdi. Ko'pchilik ayollar ham yozishyapti, ham kelishganda aytishyapti, nima bo'ldi? Oyda hayotda chiqmay qo'ydingiz deb. Endi vaqt soati kelib qoladi, chiqamiz deb, bahoriy kiyimlarni kutamiz deb, bemalol kelinglar, nima maslahat bo'lsa qo'limdan kelgancha beraman. Qo'shimcha qilib aytaman, siz sal adashdingiz. Siz bugun studiyamizga fayz kiritdingiz. Albatta. Sizni so'ragan teletomoshabinlarimiz bilsinki, Ozoda Qodirova bizning doimiy hamkorlarimiz. O'zlarining fikr mulohazalarini doimiy ravishda berib boradilar. Qolaversa, Barno Ilhomovaning mana shunday imijlarning ustida ishlab kelayotgan inson ham aynan Ozoda Qodirova bo'ladilar. Ozoda opa, rahmat kelganingiz uchun. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Faqat yaxshi kunlaringizda xizmatda bo'laylik. Aytganingiz rahmat. Studiyamizda xush ko'rdik. Rahmat. Yasatuvdik. O'zbekiston telekanalida Oyna hayot live dasturi davom etadi. Biz esa suhbatimizni mana endi oshxonada davom ettiramiz. Bugun oshxonamizning egasi futbloger Saida Murodxo'jayeva bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Saidaxon hormang. Salomat bo'ling. Qo'llaringizni o'ynatib, salatlarni shunaqa chiroyli yasatdingizki, buni xudo xolasa, endi o'zingizdan eshitamiz Saidaxon. Bu qanday salat? Endi hozir Ramazonda biz saharlik yoki iftorlik uchun retseptlarni taqdim qilib kelyapmiz. Marhamat, salat va ichimlik haqida o'zingiz gapirib bersangiz. Bu salatimiz og'iz ochgandan keyin iftorlik vaqtida, ovqatdan oldin, choydan keyin yeb olinsa, a'lo nur ustiga nur bo'lardi. Bu foydali, hazm qilishda yaxshi, og'ir botmaydi, och qoringa yeyilganda. Nafaqat iftorlikda har doim yeb yurishligini tavsiya qilaman. Yaxshi. Kuni bilan endi ro'za tutgandan keyin qorin och bo'ladi-yu, endi ochiqni aytish kerak. U paytda bu ko'katlarni, bodring, pomidorlarni yeganimizda oshqozonimizga qanaqadir salbiy bir holati bo'lmaydimi? Yo'q. Bo'lmaydi. Aksincha foydasi bo'lsa borki, chunki erkak kishi o'rganib qo'yganda, bunaqa salat emas, balki o'sha kuchli ovqatlarni, go'shtli taomlarni yaxshi ko'radi. Shunaqa odatingizni bilib, mana Saidaxon bu salatimizning ustiga yong'oq solgan. Yong'oq bu go'sht emas-ku. Yo'q, siz yong'oqdan boshlaysiz. Uni yog'li mazasi, to'yimlilik hissi sizni chalg'itib turadi, keyin ko'katlarni yeb olasiz. Va Saidaxon bu salatimizni retseptini adashmasam bergansiz. Hozir ekranlarda namoyon bo'lishi kerak. Mana va mana shu sabzavotlardan foydalanib bugun iftorlikka yoki ertaga saharlikka ham yesa bo'ladi. Bu salatni. Menga qolsa saharlikda yegan bo'lardim. Saharlikka ham bo'ladi. Demak, tayyorlab ko'rishingiz mumkin uy bekalari va bu salatni siz nimada aralashtirdingiz? Zaytun yog'ida. Zaytun yog'i, tuz, murch tabga ko'ra. Juda ham yaxshi, juda ham to'yimli, kletchatkaga boy salat. Shuhrat, hech ham xavotir olmang. Yaxshi. Hop, ichimlik. Yana bizda ichimligimiz bor. Endi ichimligimiz choy.
imbirli, limonli, miyatali choy. Aha. Endi Novvoti ham bor ichida. Buni foydali tomoni och qorinda immunitet pasayadi. Hozir shamollashlar ko'p. Immunitet ko'taradi. Ovqat hazm qilishda bu ham juda foydali. Juda ham foydali choy, tavsiya Endi buni qilaman. har kuni ichib yurganimizda limoni bori bu davleniya, qon bosimini tushirib yubormaydimi? Novvoti bor ichida. Novvoti bor. shuning bor uchun, ichida. kompensatsiya sifatida novvot Novvoti solingan. bor. Endi Shuhrat adashmasam har narsani me'yorini bilgan yaxshi. Masalan, limonni ham o'ziga xos foydali xususiyatlari juda ham ko'p. Lekin u foydali ekan deb uni me'yordan o'tkazib yuborishimiz zarar. Bu ham zararga ishlaydi. Yaxshi. Saidaxon, biz bilamiz, siz yaqinda boshlaganingizga qaramasdan, lekin baribir ijtimoiy tarmoqlarda ham futbolgerlik qilib boryapsiz. Uyingizda ham buyurtmalar olasiz. Aytingchi, o'sha buyurtmachilardan Ramazon oylarida ham buyurtmalar tushadimi va Albatta. qanday buyurtmalar, nimalarni ko'proq? Menimcha iftorlik dasturxoniga juda ko'p Iftorli bo'lsa kerak. dasturxoniga shirinliklar, Aha. ko'proq salatlar Salatlarni ham hozir yetkazib beryapsizlar. yetkazib beraman. Salat qanaqa? Yarim fabrika deydimi? Qanaqa Yarim deydi? tayyor Yarim holatda? tayyor mahsulot bo'ladimi? Yo'q. Yarim tayyor mahsulot ham bor, lekin ko'proq salatlar, Aha. go'shtli, keyin ko'proq shirinliklar talab qilishadi. Endi Saidaxon, shu borada savol bermoqchiman. Endi har bitta o'zbek ayoli borki, albatta salat qilishni ham biladi, shirinlik qilishni ham biladi. Endi qanaqa bo'lsa ham ovqat qilishni albatta biladi. Lekin siz bu narsani kasb darajasiga yetkazgan ekansiz. Demak, bunga qiziqishingiz kecha yoki o'tgan kuni paydo bo'lgan Yo'q, emas. mani bolaligimdan. Xo'sh. Bolaligimdan. Mani orzuyim edi-da. Kimdan o'rgangansiz o'zi? Oshla damlashlarni rahmatli adamlardan o'rganganman. Katta oshlar ham damlaysizmi? Damla olayman. 10 kilo, 15 kilo osh damla olayman. Halimla qilaman. Ajoyib. Katta qozonda halimla qilib bera olayman. Qassobchilik qila olmasangiz Yo'q. kerak. Bitta qo'y so'yishdan Yo'q. tashqari qo'ya narsa. Qo'y ham so'yganman lekin. Qo'y ham so'ygansiz. Adamlar bilan. Qo'y. Aha, ajoyib. Orzu qilgan edim deyapsiz. Nima, siz boshqa kasbga egallashga to'g'ri kelganmi yoki turmushga chiqqaningizdan keyin oila bilan Yo'q, turmushga chiqishimdan oldin davlat ishida Toshkent metropolitenida ishlaganman 10 yil. O'sha paytlarda to'g'ri zakazlar olib pishirmaganman. Pishirardim faqat o'zimiznikilarga, qarindoshlarga, to'y hashamga pishirardim. tushunarli. Demak, yaxshi Sizga ko'rgan. salat uchun, choy uchun sizga alohida rahmat deyman. Nimadir so'ramoqchimisiz? Xulosa qilmoqchi edim. Demak, yaxshi ko'rgan kasbi bilan shug'ullangan inson boshqa bir ishda ishlamadim yoki boshqa joydan pul topmadim degan armoni ham qolmaydi. Ham o'zi xursand bo'lib, ishini bajaradi, ham boshqalarni ham xursand qilishi mumkin. Juda ham yaxshi. Men sizdan endi boshqa narsa so'ramoqchi edim. Taomlar emas, salat emas, choylar emas, ovqat ham emas. Dugonalaringiz bor. Dugonalarim ko'p. Konditor dugonalarim bor, sinfdosh dugonalarim bor. Juda ham ko'p dugonalarim bor. Va Saidaxon, nima deb o'ylaysiz? Ayol kishini hayotda dugonasi bo'lishi kerakmi yoki bo'lmagani yaxshimi? Bo'lish kerak, обязательно bo'lish kerak. Chunki Chunki vaqti keladi, turmush o'rtog'ingiz bilan gaplasha olmaydigan gaplar bo'ladi, opa-singillaringiz bilan gaplasha olmaydigan gaplar bo'ladi. Maslahatli shunaqa joylari bo'lib qoladi. Dugonasi bor degan gap ham bor-ku. Yo'q. Ishonarli dugonalarim bor. Ishonchsizlari bilan men dugona bo'lmayman. Sirlashmayman, dugonaman, sirlashmayman. Tushunarli. Yaqinda ham bitta narsaga ko'zim tushib qoldi-da. Barno yaqinda o'zining Instagram sahifasiga har bir ayolning dugonasi bo'lishi kerak degan bir sahifa joylagan ekan. To'g'risini aytganda, bunga menimcha ayollarni juda ham ko'p qiziqtirishi tabiiy. Chunki nima uchun? Ko'pchilik ayollarni eshitamiz-da, men dugonamdan ko'ra o'rtog'im ko'p, o'g'il bolalar bilan o'rtoq bo'lgim keladi deydi. Bu borada endi bugun psixolog, amaliyotchi psixolog Barno Ilhomovaning o'ziga yarasha tavsiyalari bor. Xolasangiz mana shundan suhbatimizni boshlab turib, keyin esa do'skani oldida bemalol hammasini ko'rsatib, tushuntirib berishingizni sizdan so'raymiz endi. Xo'p, bo'ladi. Rahmat. Saidaxon, oshxona uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Ishlaringizga omad tilaymiz va sizni mana shu tavsiyalarni tinglashga taklif qilib qolamiz. Shuhrat, bilasizmi, bu postimiz nafaqat qiziqishni, balki qarshiliklarni ham chaqirgan bir o'ziga xos xabar bo'ldi. Keling, do'skadan joyimni egallab, siz bu yoqqa o'ting, bo'lmasam men Saidaxon bilan bu yerda qolaman.
mana endi tushuntiring. Demak, ayollarni har qanday yoshda ularning dugonasi bo'lishi kerak degan postimiz turli fikrlarni uyg'otishga sabab bo'ldi. Va endi hali men mavzuni tushuntirmasimdan oldin Saidaxonning bitta gaplariga alohida bir izoh berib ketmoqchiman. Sirlashadigan dedilar yoki shunaqa dugonalar bor, sirimni tanlab aytaman deyshadi. Bilasizmi, menga qolsa siringiz o'zingiz bilan qolsin. Dugonangiz bilan ham, opa-singlingiz bilan ham iloji bo'lsa bo'lishmang, chunki sir sizning ichingizda bo'lganda siz uni boshqarasiz. U tashqariga chiqqan zahoti u endi sizni boshqarishni boshlaydi. Dugonam bor degani barcha sirlarni dugonamga aytishim kerak ekan degani emas. U nima degani? Aslida dugonalar biz ayollarni 5 ta psixologik ehtiyojlarimizdan bittasi va juda ham muhimlardan bittasi bo'lgan samimiylikka bo'lgan ehtiyojimizni qondirish uchun kerak. Ta'kidlab o'tmoqchiman, erkaklarda samimiylikka ehtiyoj yo'q. Nimaga? Endi shunaqa yaratilganmiz. Erkaklarda psixologik ehtiyojlarning orasida samimiylik degan joyi yo'q. Boshqa narsalar bor. Va bu nima degani? Demak, ayollarning samimiylikka bo'lgan ehtiyojini ularga kerakli darajada faqat ayol kishi qondira oladi. Agar uni erkaklardan, turmush o'rtoqlarimizdan talab qiladigan bo'lsak, biz birinchi o'rinda erkaklarimizni qiynab qo'yamiz va ololmaganimiz uchun o'zimiz ham qiynalishimizga to'g'ri keladi. Natijada o'rtada tushunmovchiliklar paydo bo'ladi. Shuning uchun keling, samimiylik aslida nima deganini bir qadar ko'rib chiqamiz. Demak, samimiylikning ichida bu eshitilgan bo'lish, ya'ni meni eshitishdi degan his tuyg'uni uyg'otib beradi. Dugonamiz bilan biz hayotimizda bo'lgan har bitta voqea hodisani millisekundlarigacha kim qanday nigoh tashlab, kimga yoqmaganimizgacha gaplashsak bo'ladi, Shuhrat. Uni dugonamiz mazza qilib tinglaydi. Lekin erkaklar zerikib ketishadi. Bu narsa ularga kerak ham emas, qiziq ham emas. Demak, dugonalarimiz bizga meni eshitishdi degan tushunchani beradi. Qolaversa, biz meni eshitishgandan keyin meni tushunishdi degan tushunchani ham beradi. Aytaylikki, biror bir oilada biror bir muammo bo'ldi. Ana shu ayol kishi o'zining qilgan xatolaridan ham kuyinib, gapirayotgan paytda, "Ha, mayli endi shunaqa bo'lib turadi, o'zingdan chiqib ketibsan. Mayli, endi bunaqa qilsang bunday bo'ladi" degan paytda, "Ha, meni tushunishdi" degan bir his bo'ladi ayollarda. Yani keyingisi bu hamdardi bor. Ya'ni uning ham hayotida shunga o'xshagan voqea hodisalar bo'ladi, fikr almashadi. Biror bir xulosaga kelgandan keyin ayol kishining ichida, "Ha, meni ham hamdardim bor, menga o'xshaganlar ham bor ekan" degan yolg'iz emasligini hissini beradi. Navbatdagi bu ibrat bo'lishi mumkin. Masalan, yoshi kattaroq ayol kishiga hayotimda shunday bo'lyapti, oilamda, turmush o'rtog'im bilan shunday muammolar bo'lyapti deganda, ana shu yoshi kattaroq ayol o'zini hayotiy tajribasidan kelib chiqib misollar keltirishi mumkin. Mana menda ham shunga o'xshagan shunday bo'lgan desa, bu yosh ayol, "Ha, demak sabr qilsam yoki oqillik bilan ish tutsam o'tib ketar ekanda" degan tushunchalar paydo bo'ladi. Buning uchun ham albatta ayol kishiga dugonasi kerak bo'ladi. Va albatta ayollar bir-biridan maqtov eshitamiz. Mana Saidaxonni boshlari kiygan shapkalari, fartuklardagi ikkita gulchalar biram yarashib turibdi o'zlariga. Voy, juda ham sizga yarashibdi desam, kayfiyatingiz ko'tariladi, to'g'rimi Saida? Va biz ayollar bir-birimizga shunaqa komplimentlar, maqtovlar qilishga og'rinmaymiz, qiynalmaymiz, bu osongina chiqadi. Erkaklarda har doim ham bu narsa o'xshayvermaydi. Bunga kayfiyatingiz bo'lmasligi mumkin. Miyangizda yoki sizlar uni gap otishga tuyishingiz mumkin. Shunaqa tuyishimiz mumkin. Yana komplimentlar. Juda ham qo'lingiz shirin, juda ham ozodasiz, juda ham farosatingizga havasim keladi desak agar, komplimentlar ham bizning kayfiyatimizni, o'zimizga bo'lgan bahoni ko'tara oladi. Navbatdagi menga havas qilishadi degan his tuyg'u bo'lishi kerak. Masalan, men mana shu libosimni kiyib bugun biror bir tadbirga borsam, "Voy, ko'yligingiz rosa ham yarashibdi, juda ham havasim keldi" desa, yana o'sha yuqori kayfiyat, o'ziga bo'lgan bahoni ko'tarilishi yuzaga keladi. Va albatta tabassum. Ayollar bir-birimizni ko'rganimizda tabassum qilib ko'rishamiz, quchoqlashib so'rashamiz. Mana shu tabassum ham insonga yaxshi kayfiyat baxsh etadi va yuqorida aytdik-ku, ayollarning kayfiyati juda ko'pchilikka ta'sir qiladi. Va muos ravishda ayollar bir bilan dardlashganda, hamdardlik bildirganda qo'shilib yig'lashi ham mumkin. Demak, qo'shilib yig'layotgan paytda o'zini dardini aytayotgan ayol kishi, "Ana,
men rostdan ham qiynalganimni tushunyapti, menga qanchalik og'ir bo'lganini bilishyapti, qo'shilib yig'layapti deb ham yana xotirjamlik bo'ladi. Va taktil munosabatlar, taktil bu degani mana shu terimiz bilan his qilishimiz deyiladi. Ayollar bir-biri bilan quchoqlashib so'rashishlari yoki shu gaplashib o'tirganda ovutish uchun qo'llarini silab qo'yishi yoki shu bag'riga bosib boshini silab qo'ysa yoki yelkalariga qoqib qo'yadigan bo'lsa ham mana shu taktil aloqani bergani uchun ayol kishi o'zini go'yoki onasini bag'ridek his qilishi mumkin. Yoki yuqorida aytyaptilar, opa singillarga ham aytmaydigan sirlar bo'ladi. To'g'ri shunaqa holatlar bo'ladi, lekin shu paytda opasi quchoqlab o'zim o'rgilay, hammasi yaxshi bo'ladi, yoningda men borman, mana men senga yoningda yordam beraman degan bir hisni, ya'ni himoyalanganlik, yolg'iz emasliklik, uni yaxshi ko'rishlikka bo'lgan ehtiyoji qonadi mana shunday paytlarda. Shuning uchun ham aytishadiki, xotinlarga ham shunaqa tavsiya beramizki, erkaklar ertalab ishga otlanganingizda yoki kechqurun ishdan kelganingizda albatta jufti halolingizni quchoqlab, peshonasidan bitta o'pib qo'ysangiz, bu juda ham yaxshi, foydali bo'ladi ayollar uchun. Va yana beradigan narsasi bu ana shu ayolga kelajak uchun ishonch, umid uyg'otish xususiyatiga ega. Demak, har bitta yoshdagi ayolning dugonasi bo'lgani uning samimiylikka bo'lgan ehtiyojini qondira oladi. Ehtiyojning ichida mana shuncha konstruktiv holatlar borki, ayollar bir-birlariga uni bera olishadi. Lekin erkaklardan mana shu narsani kutish, talab qilish, mana shu narsa uchun kurashish katta xato hisoblanadi. Chunki erkaklarning samimiylikka bo'lgan u ehtiyoj darajasida emas, xohish darajasida bor. Ma'lum muddatda, qisqagina holatda samimiylik bo'lishini xohlashadi, lekin u ehtiyoj darajasida emas. Bizda esa u ehtiyoj darajasida, ya'ni u qonmasa bo'lmaydi. Mana shu tavsiyalarni berganimda Shuhrat ishonasizmi, ijtimoiy tarmoqlarda qarama-qarshi bir fikrlar ham bo'ldiki, meni faqat onam do'st bo'la oladilar, meni onamdan yaxshi do'stim yo'q deganlar ham bo'lishdi. Ana shunday opa-singillarimizga bitta tavsiyani berdimki, azizlar, siz onangizni do'st sifatida dardlaringizni, sirlaringizni, hayotda chekkan aziyatlaringizni aytaverishingiz mumkin. Ona hech qachon menga gapirma, men seni eshitishni xohlamayapman deb inkor qilmaydi. Lekin ana shu dardlaringizni ichiga yutgan onangiz kechalar uyqusini yo'qotishi mumkin, ishtahasini yo'qotishi mumkin. Siz uchun qayg'urib, sochlaridagi oqlari ko'payishi mumkin. Umrini qisqartirishi mumkin. Shuning uchun ham ayollarga dugonalarning kerakligini yana bir bora ta'kidlab o'tdimki, onajonlarimizni umrlari uzoq bo'lsin desak, o'zimizni tashvishlarimizni ularga yuklayvermasligimiz kerak. Bugun uchun shu. Ana Saidaxon, ko'rdingizmi? Dugonalaringizni ko'paytiring, o'rtoqlaringizni ko'paytiring. Baribir kerak-da bular. Va Shuhrat, erkaklarimizga, turmush o'rtoqlariga, aka-ukalarga shunday demoqchimanki, agar turmush o'rtog'ingiz sinfdosh, kursdosh, qarindosh dugonalar bilan bir oyda bir marta yig'ilishib, gaplashib o'tirishni xohlashsa, zinhor taqiqlamang. Chunki bu ehtiyojni keyin u sizdan talab qilishi mumkin. Tushunarli. Bugun siz aytgan gaplaringizdan shuni bildimki, shuni tushundimki, ayollar juda ham murakkab mavjudot. Men faqat shuni bildim. Albatta. Va ayollarni faqat ayollar tushunadi. Erkaklar ayollarni, ayollar erkaklarni 100% hech qachon tushunmaganmiz. Tushunmaymiz ham. To'g'ri. Rahmat Barno. Rahmat kelganingizga. Sog' bo'ling. Aytar qizlar yorim ko'nglim olib, jonim og'rir qismatimdan kuyib nolib. Ulan aytar qizlar yorim ko'nglim olib, jonim og'rir qismatimdan kuyib nolib.
Yig'lamagin, yig'lama yor, kunikasan. Taqdir azal shunday ekan, shunuksan. Yig'lamagin, yig'lama yor, kunikasan. Taqdir azal shunday ekan, unuksan. Bir erkalab, bir shirin so'z aytolmadim. Oy yuzing ko'rdim-u, oydek yetolmadim. Bir erkalab, bir shirin so'z aytolmadim. Oy yuzing ko'rdim-u, oydek yetolmadim. Sen yashagin xayollarga oshno bo'lib, mayli o'tay visolinga tashno bo'lib. Yig'lamagin, yig'lama yor, kunikasan. Taqdir azal shunday ekan, unuksan. Tosh bo'lib bot egasiz sen, gulday egil o'shal uyning bekasiz sen. Hayoli bo'l, el urfini qilmagin xor. Qo'sh beshiklar hech allaga bo'lmasin mizor. Yor yor aytib qizlar qayga kuzatarlar. Bag'rin tilib seni kimga uzatarlar. Yig'lamagin, yig'lama yor, unikasan. Taqdir azal shunday ekan, shunuksan. Yig'lamagin, yig'lama yor, kunikasan. Taqdir azal shunday ekan, shunuksan. Hay hay o'lan, jon o'lan, o'lan chiqiz yor yor. Va'dasida turolmagan yolg'onchi qiz yor, yolg'onchi qiz yor yor. Ey bag'ri tosh qiz yor. Rahmat Muhammadziyo, yosh boshingizga shuncha tashvish kerak edi-da. Yurakdan o'zingizni dardingizni kuylagandek bo'ldingiz-da. Mana shunday chiroyli qo'shiqni bizga Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati instituti talabasi Muhammadziyo Anvarov taqdim etdilar. Assalomu alaykum. Rahmat. Keling endi o'tiring. Yoshsiz, dardingizni qarang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Necha yoshsiz o'zi? 20ga kirdim. 20ga kirdingiz. O'zingizni hayotingizni kuyladingizmi? Sevib qolganingiz? Yo'q, endi o'zim hayotim emas, o'zim hayotimga endi hali bu to'g'ri kelmaydi. Men endi sizni hozir suhbatdan avval, ko'rsatuvimiz boshlanishidan avval ko'rganimda, endi o'yladimki, siz yoshlarga mos qanaqadir qo'shiqlarni kuylaysiz. Hozir aytayotgan qo'shig'ingiz go'yoki, ikkita qizni yaxshi ko'rib qolib, ikkalovi ham erga tegib ketgandan keyin kuylanadigan qo'shiq bo'ldi-da. Hazil endi. Muhammadziyo sizni ijtimoiy tarmoqlardan ko'pchilik уже tanib boryapti. O'zi
aslida siz san'atkorlar oilasidanmisiz? Aslini olib aytganda biz san'atkorlar oilasi emas-ku, lekin san'atga aloqador Qiziqishi katta inson. oldin bo'lishgan. Aha. Dadam o'zlari ham oldin doirada o'qishgan, misol uchun tog'amlar bor, har doim ko'pincha aytaman, oldindan aytaman. Tog'amlar bor, ikkita tog'am bo'lsa, ikkalalari ham bittalari qo'shiq aytishgan. Ular ham bu sohada ketishmagan, lekin ularda bo'lganda. O'zingiz haqingizda ma'lumot bering. Qayerda tug'ilib katta bo'ldingiz? Men Farg'ona viloyati Dang'ara tumani, shu Qo'qon tarafdan. 2005-yil o'sha yerda tug'ilib o'sganmiz. 10 yoshimda shu Toshkentga o'qishga kelganmiz, shu soha bo'yicha Gilerda o'qib, Gilerni bitirganman. Uydagilarning qarshiligi bo'lmaganmi san'at sohasida? Yo'q, uydagilar naborot meni o'zlari yo'lga solishgan, shunaqa o'qishga olib boramiz, o'qisang. Chunki yoshligimizda biz endi u paytlar telefonlar bunaqa rivojlanmagan, televizorlar ham bunaqa rivojlanmagan paytda uylarda o'yin o'ynardik, o'shanda parodiya qilib chiqqanman. Shu san'atkorlar Siz parodiya endi hozir qilganimda. 1982-yillarni aytyapsiz-da. Yo'q. Yo'q, biz yoshligimizda ham telefon bo'lmaganda. Bo'lmaganmi? Yo'q, unaqa Endi telefonlar. bo'lganu sizlarda menimcha u telefonga Juda ko'p hozirgidaqa bo'lmagan. Endi biz uyda o'yin o'ynardik. O'shanda parodiya qilganimda ko'rishgan, bu san'atga qiziqishi bor. Kimga parodiya qilgansiz? Shohjahon Jo'rayevga. Hozir esingizda bormi o'sha Esimda parodiyangiz? shu soqol qo'yganman. Ashulalarni rubobimiz bo'lardi uyda. Rubob chalib o'xshatganman. O'shandan keyin ko'rib, seni san'atga qiziqadi shekilli deb shu Gilerga o'qishga berishgan. Rubob haqiqiy professional darajada chalganmisiz yoki O'zi Qilib meni turganmisiz? to'g'risini aytsam, asli soha rubob. Bizda Gilerda shu rubobda bitirganman. Hozir institutda ham shu rubob meni mutaxassisligim. O'shaning uchun ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda ham yozadi, tor chalish 50%, 70% ham bo'lsa kerak, tor chalishimni yozishadi. Chunki biz torda o'qiganman, rubobda o'qiganman. O'shaning uchun shunaqa. o'zi nechta musiqa sozlarda chalishni bilasiz? Musiqa sozlari shu torli bo'lsa, hammasi. torli bo'lsa, iloji boricha qo'ldan kelgancha chalaman. Gitarani ham, dutorni ham, torni gitara, ham, dutor. rubobni ham. Ajoyib, juda ham yaxshi. Va Muhammadziyo, mana shu ovozingizdagi o'ziga xos bir salobat bor ekanda. Hozir Shuhrat yoshlarini gapirib qo'shiqqa biroz mos keltira olmadingiz, lekin ovozlarida haqiqatda o'sha yuqori o'sha qanaqa deydi buni? Bizni ovoz Bariton. bariton. Ana shu ovozingiz o'sha kichkinaligingizdan bormi yoki ma'lum bir yoshdan keyin bu shakllanib keldimi va ovozni ehtiyot qilish borasida, ovozni Mutatsiya deydi-yu. sozlash borasida qanaqa tavsiyalar olganmisiz yoki bu tabiatan sizga shunday berilganmi? Yoshligimdan qo'shiq aytganman. Endi yoshlikda hammaning ovozi kichkina detik ovoz bo'ladi. U paytda endi ovozlar ingichka bo'lgan, keyin ovoz o'zgarish davrida qo'shiq aytmaganman. Saqlagansiz. Aytganman, Kim faqat aytgan pastki notalardan aytganman. Dadam aytishgan, ustozlarim aytgan. Qo'shiqda aytmay turgin deb o'sha paytda faqat pastki notalardan aytib turilgan. Endi ovozni qiynash mumkin emas u paytda. Juda ham yaxshi. Bizni ovozimiz shu otalarimizniki shunaqa baritonda, taomlardagi ham shunaqa, o'shalarga tortgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Uyda sizdan boshqa yana farzandlar bormi? Ukalar, akalar. 3 ta farzandmiz, eng kichkinasi. Opam, akam. Ular san'at yo'lida ketishganmi yo'qmi? Yo'q, ular san'at yo'lida ketishmagan lekin. Lekin sizni san'at yo'lidan ketishingizni yaxshi qo'llab-quvvatlashadi. Qo'llab-quvvatlashadi har doim. Tushunarli. Endi mana hozir Shuhrat akangizni haligacha lol qoldirgan yuqoridagi qo'shiqqa o'xshagan. Kimlar bilan hamkorlik qilasiz? So'zlarni tanlashda yoki musiqa bastalashda? Yaxshi so'radingiz shu narsani. Ko'pincha shu avtorli qo'shiqlar qilishda harakat etaman, mualliflik qo'shiqlarida. Yuqoridagi qo'shiqni ham Bu qo'shiq, bu qo'shiq ustozim Sunnatulla Zokirov degan odam borlar. O'sha odam qo'shiqlari menga berishgan, bemalol aytishim mumkin deb. O'zim qo'shiqlarim bor, 20 dan ortiq qo'shiqlarim bor. Uni hamkorlik qilib she'rlarini 3-4 ta shoirlar bor. Hozirgi kunda ishlab turganim Ozodbek aka Qosimov degan akam bilan ishlayapman. Komronbek Ismoilov, Qurbonali Yo'ldoshev degan shoirlarimiz bor, akalarimiz. Hozir yana kim esdan chiqmasa bo'lib qolishadi. O'zimni buvim borlar, Hadixon Yusupova, o'zimni buvim yozib berishadi she'rlarim. Ular qo'shiq ham yozalarmi? Yo'q, so'zlarni o'zlari yozib berishadi, qo'shiq qilaman. Asosan o'zim yo'nalishga solaman, yo'nalish beraman. Keyin buni aranjirovkaga beramiz. O'zimni u ham ustozim Atqam akam har doim aranjirovkalarni qilib berishadi.
to'satdan foydalanib rahmat aytib qolaman hammalariga. Sizni yo'nalishingiz o'zi qanaqa? Mana shunaqangi og'ir, vazmin, ha, shunaqa Yo'q. kattalarni qo'shig'imi yoki Kattalarni qo'shig'i og'ir vazmin emas-ku. Ko'pincha o'zim e'tibor qilaman so'zga. Hali yengil qo'shiq bo'lib qolmasligini o'ylayman. Yengil qo'shiq baribir bir kun, 2 kun eshitiladi, bir oy eshitiladi uzog'i. O'shaning uchun shu narsaga e'tibor qilaman, so'zga. ha, bu joningizni ham talab aslida mana shunday bo'lsa kerak. Ha, shunaqa dadam, buvim hammani shu so'z yaxshi tanlansa, ashulani umri uzoq bo'ladi deyishadi-da. Hozirgi ijro etgan qo'shig'ingizni ustozingiz sizga Ustozim bergan Hikmat ekan. Lazokov. O'zlaridan a'lo darajada ijro etganingiz uchun bu sanga, sani qo'shig'ingni borganlar-da, Yo'q, to'g'rimi? endi a'lo darajada emas-ku. Endi No, ularga ko'ngilliga ular yaqin shoir. bo'lganda. Ha, shunaqa. Endi ustozdan Ha, a'lo o'tmagansiz, darajada lekin ustoz, ularni ko'ngliga shu Yoqqan. ijroingiz yoqqan. Endi bitta jonli bu narsa chalib bera olasizmi? Ha, chalib ber. Bu mashhur kuy chalib beraman, topasizlar bo'lmasa. Xo'p. Xo'p. Alimardon To'rayevga o'xshaysiz. So'zlar qanaqa Shuhrat? Rahmat. Siz ijoddan to'xtashingiz kerak emas. Ha, yo'q. Haqiqatan ovozingiz juda ham yaxshi-da. Endi yana bitta savol paydo bo'ldi Shuhrat. Muhammadziyo, endi vaqti kelib, vaqt soatiga kelib, uylanish davriga yetib borganingizda, siz ko'ngil qo'ygan qiz ham shu san'at sohasida xonanda bo'lsalar. Bu masala Qiyin savol. Ha, qiyin savol, juda qiyin savol. nimaga? Shuning uchun men xonanda bo'lmagan, san'at yo'lini tanlamagan qizlarni qidiryapman. Yo'q, nimaga qiyin? Muhammadziyo? Endi bilmadim, bu hamma har xil qaraydi. Siz Bilmadim, qanaqa hech o'ylab ko'rmagan ekanman. o'ylab ko'ring-da, chunki hozir juda ham bitta sohada, ayniqsa mana kuni kecha ham ikkita xonanda juftligimiz kelishdi. Ular bir-birini tushunishlari oson kechayotgan ekan, bir-birlarini qo'llab-quvvatlashlari oson kechar ekan. Lekin siz masalan hozir o'ylab qoldingiz, yo'q, qiyin masala deb. Nimadan qo'rqasiz? Boya yuqorida Shuhrat akangiz aytgandek, sizning ijodingiz to'xtab qolishidanmi yoki ularning ijodlarini to'xtatishga to'g'ri kelishidanmi? Uni ijodini to'xtatishga, to'g'ri kelib qolishga. O'ylab ko'rmaganman. Bo'lmasa, Muhammadziyo, sizga bitta opalik maslahatim. Shu o'qiyotgan mana hozir endi Yunus Rajabiy nomidagi Qizlar sevib qolmang. Ha, yo'q. O'sha san'at yo'lida ketayotgan qizlarga ko'ngil qo'ymang. Agar sevib qolsangiz ham o'zingizni boshqa joyga buring. Chunki bitta chiroyli bir san'atkorni yo'lini to'sib qo'yishingiz mumkin-da. Ha, to'g'ri. Buni ham o'ylash kerak. Muhammadziyo, to'g'rimi? agar vaqt kelib turmush qurmoqchi bo'lganingizda, siz tanlagan o'sha qizni qaysi jihatlari bo'lishini xohlardingiz? Unda qanaqa jihatlar bo'lishini xohlaysiz-da? Ko'pchilik bu savol bersa, hamma endi mana bunaqa bo'lsin deb yaxshi deydi-yu. Hammamiz yaxshi narsa Xohlaymiz, xohlaymiz, yaxshi odamni xohlaymiz. To'ppa-to'g'ri. Men birinchi o'rinda samimiylik xohlayman. Samimiy odam bo'lsa, misol uchun menga to'g'ri kelsa kerak deb o'ylayman. Samimiy. Endi taxminlarga olib qaraydigan bo'lsak, o'zi qachon uylanmoqchisiz? 1-2 yildami Endi yoki? bilmadim, dadamdan so'rash kerak. Ha, dadangizdan so'rash kerak. Bizlar ko'ryaptilarmi buni? Ha, ko'rishyapti. Akam bor, akam uylantirishimiz. Ha, akangiz bor ekanlar. Demak, hozir Vaqt ketdi. Akamga ham aytib qo'ylar, tezroq uylansin. ayting, mana imkoniyatdan foydalanib Shuhrat, siz yordam bering. Ismlari nima akangizlar? Muhammad Tohir. Ana Muhammad Tohir. Ha. Yo'li to'sish yaxshimi? Yoshlar hozir juda ham ilg'or va mana hozir bizni tomosha qilib turgan bo'lsa, bu joningizga bir og'iz ishorat qilsangiz, bu jonlar ishni juda ham tez bitirishadi. Yo'li osonda. Ha, shunaqami o'zi ham? Shunaqa, ular dolasa bo'lib qoladi, dolasa. Eng sevimli nabira sizmisiz bu joningiz uchun? Endi hammani birdek ko'rishadi. Shunaqa ham bo'lsa, Lekin boshqalarga she'r yozib bermaylar-yu. Sizga yozib beradilar, to'g'rimi? Siz yaxshi ko'radilar ko'proq.
tushunarli. Endi yana yuqorida aytdingizki, tog'amlar ham qo'shiq ijro etishgan deb. Muhammadjon, agar shunaqa bir taklif bo'lsa yoki bir g'oya bo'lsaki, o'sha tog'alaringiz bilanmi, balki buvijoningiz bilanmi duet qo'shiq aytishga bir nima degan bo'lardingiz? Zo'r bo'lardi, lekin hozir aytdim, tog'am bilan ismlarini ham aytaman. Mirzohidjon tog'am, Muzaffar tog'am bilan. Mirzohidjon tog'am bilan o'zlari hozir aytdim, oshpazlarda, hozir o'zlarining choyxonalari bor. Oldilariga boraman, har doim Qo'qonga borganimda shu torini olib kel deyishadi, rubobni olib boraman. Birga har doim tor bilan rubob chalamiz. O'zi har doim bo'lganda bo'laveradi. Videolar xudo xolasa bo'lib qolar balki bu safar borganimizda. Tushunarli. Va mana shu tog'alar, buvijonlar, otangiz sizni o'sha ijodingizga juda ham katta e'tibor bilan qarashlarini xulosa qilsak, demak premyeralar ana shu insonlarning oldida bo'ladi har doim. Ha, har doim shu. Aha. Qanaqa ko'proq baholar olasiz? Ko'pincha yo yaxshi deyishadi, kamchiliklarimni birinchi bo'lib ular endi eshitadi, kamchiliklarimni aytishadi, to'g'rilab keyin chiqaraman. Ko'pincha Juda ham yaxshi. Farg'onaga tez-tez borib turasizmi o'zi? hozir to'g'risini aytsam, o'sha yangi yilda kelganimcha hali bormadim. Sabab? O'qishdamizda. Ha. Uzrli sababli-ku. Tushunarli. Yana nimadir savol bermoqchi edim. So'rang, Shuhrat chalg'itib bordingiz. Esdan chiqib so'rang, ketdi savol. nima so'ramoqchisiz? Yo'q, esdan chiqib qoldi. Shu ayting. duet deyatdingizmi? Yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda qo'shiqlaringizni tingladim, qarab chiqdim bir qadar va o'sha qo'shiqlaringizda tinglovchilaringizga har doim nimadir demoqchi bo'lar ekansiz. Muhammadjon, har doim nimadir demoqchisiz. Yoki bir tartibga chaqirmoqchisiz, yoki eslatmoqchisiz, yoki ogohlantirmoqchisiz, qayerlardadir tanqid ham qilyapsiz. Masalan, bir qo'shig'ingiz bor ekan, qizini mendan afzal ko'rgan do'stim degan. Do'stdan qizini ustun qo'yganlar. Qanaqa? Do'stdan qizini ustun qo'yganlar. Ha, do'stdan qizini ustun qo'yganlar degan qo'shig'ingizga men endi psixolog sifatida o'ziga xos bir munosabatim paydo bo'ldi-da. Sizningcha shu erkaklar, yigitlar do'stini birinchi o'ringa qo'yib, sevgan qizini ikkinchi o'ringa qo'yish kerakmi? Nima degani? Hazilomuz qo'shiq. Hazillashib qo'yamiz, xotin qula deymiz, xuddi shunaqa gap. Xotinga aytilmagan lekin u chunki endi xotin baribir boshqa masala. U qiz hali do'stlarda bo'ladi-ku. Misol uchun do'sti bilan shu gaplashib qo'ygandan keyin qizining oldiga ketib oladiganlar, chaqirib qo'yadiganlar bo'ladi-ku. O'shaning uchun hazilomuz qo'shiq qilganmiz, xolos u tanqid nima emas-ku. Hazil qo'shiq ekan. Mana shu imkoniyatdan foydalanib bilasizmi? O'zim munosabatimni bildirmoqchiman. Mana hamma narsa shu yoshlikdan boshlanadi. Ayniqsa yigitlarning bir-birini tanqid qilishidan boshlanadi. Bu yerda do'stim masalan futbolga ketdik desa, qizi bilan uchrashuvga ketsa yoki birga choyxonada bitta osh yeb kelaylik desa, qiziga va'da berib qo'ygan bo'lsa, shu davrada yigitni juda ham tanqid qilib, juda uyaltirib tashlashadi va natijada oxir oqibatda borib ana shu yigit oilali bo'lgan farzandli bo'lganida ham oilasidagi biror bir yumushni afzal ko'rishni do'stlaridan qo'rqadi, xavotirga tushib qoladigan bo'ladi. Shuncha aytmoqchimanki, hayot shunday bir tuzilganki, masalan, o'sha turmush o'rtoqni ham, sevgan qizni ham, do'stni ham, ota-onani ham o'zini o'rni bor. Boya yaxshi aytdingiz, bu boshqa masala dedingiz. Mana shu ikkita masalani ko'pchilik, shuni uzr gapingiz bo'ldim. Ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Tushundida, kommentariylarda ham yozishdi. Xotinni birinchi o'rinda qo'yish kerak, o'zi do'st unaqa. Bu shunchaki hazilomuz qo'shiq. Do'st qiz deganda shu hali bo'ladi. Hozirgi bolalarda sevgan qizi bir-biriga sevmasdan ham gaplashadigan qizlar bo'ladi-ku. Shunaqalarga aytilgan bu aslida. Endi bu Muhammadziyo, sizni mana shu qo'shig'ingiz Barnoning juda ham qiziqishini uyg'otibdi-da. Shuni dasturimiz so'ngida kuylab berasiz, eshitamiz. Mayli. Demak, mana hozir biz o'sha izohlar berganimiz uchun ham, demak, to'g'ri qabul qilishadi deb o'ylaymiz. Lekin Muhammadziyo, qarang, hazilomuz bo'lsa-da yoki qaysidir bir masalani ko'tarib chiqqaningizda unga albatta e'tibor qaraladi. Xohlaymizmi, yo'qmi? Biz mana shu yo'l orqali ham bu masalani yana bir bora eslatib qo'yamiz. O'zi siz kim bilan ishlaysiz? Mana prodyuser bo'ladi-yu san'atkorda, qo'shiqchilarda. Prodyuser otangiz bo'lsa kerak hozir. Endi hozir agar menimcha dadangiz qo'yib yuborib, sizni qaysidir yaxshi san'atni yaxshi biladigan prodyuserni qo'liga topshirsalar, menimcha yana ham o'zingizni o'rningizni topsangiz kerak deb o'ylayman. Balki. Hech buni o'ylab ko'rmadim, lekin shu oldindan birga shu dadam bilan ishlaymiz. Endi chunki otangiz ham san'atni bilganlar, hurmat qilganlar, qiziqarkanlar, o'zlari ijod qilganlar. Shuning uchun ham adashmasalik kerak deb o'ylayman. To'g'ri-yu.
Muhammadziyo, nima ham deymiz, ijodingizga parvozlar tilaymiz. Rahmat. Tanlovda adashmang deymiz. Va xudo xolasa o'sha Shuhrat akangiz akangiz ham eshitdi, mana dadingiz ham eshitdilar, hamma eshitdi. demak oilada yangiliklar bo'lganda, ijodingizda yangilik bo'lganda Oyda hayot live dasturining eshiklari siz uchun hamisha ochiq bo'ladi. Va Shuhratning iltimosiga binoan, demak o'sha qo'shiqni Barnoni qiziqtirgan. shunday bo'ladi. Yana bitta narsa so'ramoqchi edim. Do'stlaringiz kelish kerak edi, nima kelmadi ular? Sozandalar. Qizlar bilan uchrashgani ketgan. Yo'q. To'g'risi bittasi pasportini olib kelmabdi. Buni ochiqdan aytirish kerak. Keyin bittasini darsi chiqib qoldi. O'shaning uchun kelisha olmadi. Endi vaziyatdan chiqish uchun Ana shunaqa paytda bo'lmasa navbat qo'shiqqa sevgan qizlar bo'lganda shunaqa pasportlari esdan chiqmagan bo'lardi. Xulosa o'zingizdan. bo'lmasam chiroyli qo'shiqni eshitamiz, biz esa xayrlashamiz. Aziz muxlislar, mana bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Bu sizni sevgan Oyda hayot live dasturi edi. Hozir esa qizlar va do'stlar haqidagi qo'shiqni tinglaymiz. Muhammadziyo Anvarov. Marhamat. hali sizga keladi davron, pichirlashib suhbat qurganlar. Sizni qanday atayin ayting, do'stani qizin ustun qo'yganlar. Yar bo'larmi o'sha oyimcha, gaplashasiz hatto tonggacha. Sizda bordir oqibat ancha, do'stani qizin ustun qo'yganlar. Sizda bordir oqibat qancha, do'stani qizin ustun qo'yganlar. Vaqt topilmas oshna jo'raga, tobutingiz ko'tarmas qizlar, do'stani qizin ustun qo'yganlar. Bahonalar topilar ming, eshik ochmang oshna jo'raga. O'sha qizing bo'lmaydi do'sting, do'stani qizin ustun qo'yganlar. Ey, o'sha qizing bo'lmaydi do'sting, ey, do'stani qizin ustun qo'yganlar. Hali sizga keladi davron, pichirlashib suhbat qurganlar. Sizni qanday atayin ayting, do'stani qizin ustun qo'yganlar. Do'stani qizin ustun qo'yganlar.